Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dizayn by Namangani, ya'ni nomimizdan bilinib turibdiki, biz Namangan shahrida joylashgan eng chiroyli lokatsiyalardan biri bo'lgan Afsonalar bog'ida joylashgan o'zimning shaxsiy dizaynerlik loyihamni sizlar bilan birga obzor qilamiz. Qani ketdik. Ushbu kvartiramizda 63 kvadrat metrdan tashkil topgan bo'lib, asosan minimalizm va luxury stilini aralashtirilgan holatda art deco va o'ziga uyg'unlik qilingan, ya'ni nozik stillarni aralashtirgan holatda chiqardim. Azizlar, bu proyektimizda asosiy yechimni biz mana prixoshkaga berganmiz, ya'ni kirib kelganda bu yerda mana kuxnya, gostivoy va mana shu qismimizda, ya'ni garderob qismini joylashtirganmiz, освещениялар bilan boyitganmiz. Bu garderobimizda materiallari, ya'ni yog'och, shponnoviy yog'ochlardan foydalandim va bu yerda mana MDF foydalanganman. Ikkita tortma, ya'ni o'ziga yarasha mana uklonlar ketgan, har bitta stil bir-birini o'zini aksentlarini qaytaradi va mana pastki qismida ko'rib turganingizdek oyoq kiyimlar tashqaridan kelganda yechiladi va bu ichkariga qo'yiladi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek mana oyna, ya'ni uzun shiftgacha bo'lgan oynalar joylashtirilgan. Panoramli oynalarimiz xonaga vizual kenglik va shinamlik bag'ishlaydi. Ko'rib turganingiz mana kuxnya, gostivoyimiz, ya'ni oshxonamiz mehmonxona bilan birgalikda qilingan bo'lib, bu yerda mana alohida atmosfera bilan o'zim har bitta detallarini ustida mana tekshirib, chiroyli holatga keltirib, noodatiyllikdan foydalandim. Sababi bildirilgan mana shu ranglarni hammasini doimiy foydalanilmaydigan ranglardan foydalandim. Kuxnya, gostivoy qismimizda mana ko'rib turibsiz, bu stil, ya'ni art deco stili, minimalizm va nozikkina klassika aralashtirilgan. Kuxnyamizning asosiy yechimi bu o'zini ergonomikasidan kelib chiqqan holatda. Xolodilnik qismimizda urfga kirgan, ya'ni ichkarida xolodilnik qoladi. Material esa MDF dan va nozikkina ruchkalarni berib ketganmiz bu yerga. Va mana bu yerda oyna, ya'ni ayollarimizni eng ko'p ishlaydigan joyi bu kuxnya bo'lgani uchun bu yerga to'satdan mehmon yoki bir vaziyatlar bo'lganda oynaga qarab o'zlarini to'g'rilab olish uchun oyna qo'shib ketganmiz, tosh oyna. Bu yerda asosan mana shu kofe va narsa kichkina foydalanadigan dekorli narsalar turadi. Va mana bu stolichniy joyimiz, ya'ni ergonomikadan kelib chiqqan holatda bu yerdan narsani olamiz, qo'yamiz va mana bu mo'ykamizda chiroyli yuvamiz va bu yerga olib to'rg'aymiz. Bizning joyimizdan kelib chiqqan holatda bu yerga imkon qadar решение berdik, chunki joyimiz ozgina kichkina bo'lib qoldi. Shu sababdan bu yerda mana to'g'riladi. Bu yerga olib ham bemalol ishchi stol qilib ishlatsa bo'ladi. O'zini organizerlari bor. Ko'rib turganingizdek, gaz qismimizning tagida mana organizer, ya'ni idish-tovoqlarni bemalol mo'ykadan olib bu yerga ham joylashtirganmiz. Bu yerga ham bu yerda asosan idish-tovoqlar turadi va ikkinchi qismiga ham xuddi shuni, ya'ni birinchi qismida doimiy kundalikda foydalaniladigan idish-tovoqlar, pastidagi esa doimiydan tashqari, ya'ni mehmonlar kelganda ham foydalanadigan idish-tovoqlar joylashtirilgan. Va bu yerda mana o'zini qo'shimcha shkaflari, bu yerda esa kotyol qismini va shkafni ichiga, ya'ni skriti qilib joylashtirib ketganmiz. Asosan bu yerda ko'rib turganingizdek aksentlar, ruchka va e'tibor bering, mana bu taroq bilan bu taroq birgalikda uyg'unlashilgan, ya'ni umuman kuxnyaga nisbatan muhit bergan. E'tibor bering, kuxnyamizda ishlatilgan formalar bu rombik qismi, ya'ni mana bu yerda ichkariga kirgan formalar bor. Yaxshilab e'tibor bering va matviy tilladan tutqichlar asosiy muhitimizni chiroyli qilib rol o'ynab beryapti. Vitrajli oynalardan foydalandik. Yodoviy oynalardan qarang, qanaqa chiroyli bir uyutni, atmosferniy bir vid chiqqan. Oshxonamizga kuxnya, gostivoy, ya'ni mana bunaqa kattagina chiroyli divan joylashtirdik. Bu ham rastyanasida chiroyli chiqqan. Ko'rganingizdek, mana bu yerda vitrajli oyna va mana bu e'tibor bering, har bitta prostranstvo o'tish joyi hisobga olingan. Mana bu bura ham kayfiyat bag'ishlaydi, chunki bu yerda mana faqatgina qorong'ida yonadi bu, ko'rganingizdek. Hamma svetlarni, освещенияni o'chirgan holatda o'tirib bemalol dam olishimiz mumkin. O'chsin endi bu. Endi men sizlarga hozir o'zimni eng yoqtirgan xonamni ko'rsataman. Marhamat. Qizlar xonasi deganda asosan pushti ranglarni tasavvur qilamiz, lekin men bu yerda ko'k rangdan foydalandim va albatta pushti rangdan foydalandim. Hozir sizlar ko'rib turasizlar, mana bu yerda, ya'ni pushti освещение qo'shdim va mana bu shpon bilan birgalikda pushti освещение xonaga juda ham uyut bag'ishlaydi. Mana ko'ringlar-da, svetni o'chirganimizda mana qanaqa chiroyli atmosfera chiqadi. Devorimiz aboy emas, devorimiz haqiqiy ijodkorlar tomonidan chizilgan chiroyli bir rasm holatida o'zim fantaziya qildim birgalikda. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chizilgan gullar.
xonamizga asosan aksent sifatida rol o'ynayapti. Shkaflar doimgidek stilimizdan chiqmagan holatda bizni mijozimizni 3 ta qizlari bor. Shu sababdan mana bu kartinani ham shu ruhda, ya'ni chiroyli abstraktniy qilib joylashtirdik. Funksionalizmga ham e'tibor berganman. Bu 2 kishilik kravat va bu yerda ya'ni ko'p joyni egallamasligi uchun mana bunaqa tortmalarni ham inobatga olib ketdim. Sababi ko'p narsalar tashqarida, ya'ni joylashtirilmasligi uchun ichkariga ham bemalol joylashtirsa bo'ladi. Matrosimizni ko'targanda bemalol narsalarni joylashtirsa bo'ladi. Kelinglar, ota-onalar xonasini ko'rsataman. Ota-onalar xonasi va bu spalniyada asosan mana pardalarimiz qorong'ilikka moslashtirilgan, chunki kunduzida odam dam olmoqchi bo'lsa, tashqaridan hech qanday yorug'lik kirmasligi uchun qalin pardalardan foydalanganman. Taroq yashil rangida taroqdan foydalandik. Bu yerda mana podsvetka bilan urg'u berganmiz, ko'rganingizdek. Asosan eng chiroyli bir yechim bu, har doim mijozlarimga tavsiya qilaman, chunki shkafni tashqarida turganidan garderob sifatida ichkarida turgani juda ham chiroyli yechim hisoblanadi. Garderob bilan решение berilganman. Tortmalar yumshoq ochilib yopiladi. Har bittasi o'zi alohida o'ylangan funksionallik jihatdan va ranglar kuxnyamizdagi chiroyli bir kichkina polkamizni rangi bilan birgalikda uyg'unlashtirilgan. E'tibor beringlar, har bitta detal bir-birini takrorlayapti. Mana yopilishi ham yumshoq, riflyonniy oynalardan foydalanilgan. Hozircha biz televizor zonamizni hali ulgurmadik olib kelib joylashtirishga, lekin mana bu qismi televizor zona va yog'ochlardan foydalanganmiz va har bitta tegidan ham unumli foydalanib tortmalar joylashtirganmiz. Dekor qismi, ko'rib turganingizdek, dekorlarimizni har xil chiroyli bir o'zini dididan, ya'ni ruhidan kelib chiqqan holatda tanlaganman. Ya'ni baxtli oila va chiroyli bir atmosfera yaralishi uchun har bir dekorga ham e'tibor beraman. Ya'ni inson ko'rganda u narsadan zavqlanishi kerak. Polkamizdan keyingi qismga bu yerda shunchaki shpon bilan yopib qo'yilmagan. Ya'ni bu yerga mana shkaf sifatida foydalanganmiz. Sababi orqada rigel joylashgani sababli chiroyli bir yechim berib ketdim. Voy, men buni aytish esimdan chiqibdi. Bu meni kursdoshim Muxlisa Art o'z tomonidan chizilgan juda ham chiroyli kartina. O'z qo'llari bilan, qo'l mehnati bilan chiroyli chiqarib berdilar. Sizga kattakon rahmat aytaman buning uchun. Chunki bu yerda mana ko'rib turganingizdek, sizni aqlingizda nima uchun aynan kiraverishga mana shunaqa kartina ildingiz deyishingizlar mumkin. Ikkita insonning ruhi yashaydi. Interyerni men bu alohida psixologik jihatdan bu temalarga ham alohida e'tibor beraman. Sanuze bu studiya emas. Chunki bu yerda mana eng birinchi решениyani bu yerga mana oyna qismida, ya'ni ichkarisiga ham shkaf joylab ketganmiz mana. Podsvetkalar bilan chiroyli urg'u berganmiz. Dekorativniy kafelardan foydalanganmiz. Bu yerda esa mana ko'rib turganingizdek bitta tortma qo'ydik va yana bitta resheniyamiz, har xil ishlatiladigan sredstvalarni ichkariga qo'yasiz, ko'rinmaydi. Atmosferani qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana shu joyni o'zi ham alohida bir chiroyli muhitni yaratib turibdi, ko'ringlar. Polkani ko'ringlar, yaxshilab e'tibor beringlar. Bu yerga mana shpondan, ya'ni yog'och, tabiiy yog'ochdan foydalanib, asli bumaga uchun emas. Chunki bu yerga dekorativniy narsa ham qo'ymaysiz. Bu yerga kitob qo'ysangiz bo'ladi, jurnal qo'ysangiz bo'ladi. O'tirganingizda nimadir bilan foydalansangiz, telefondan ko'ra foydali narsa qo'yib qo'yganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Bu hazil albatta. Dushovaya kabina, ko'ringlar, glansli oynadan foydalanilgan va ichkariga kirganda eng chiroyli joyimiz Porcelanosa kompaniyasidan olganman bu keramический kafelni. Ko'ringlar, qanaqa chiroyli aksent beradi bu. Dushovaya kabinamizning aynan yuragiga joylashtirdim. Dizaynimiz yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan Dizayn by Namanganiy bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang.